Assalomu alaykum qadrli antik dunyo kuzatuvchilari. Bugun biz tariximizning eng og'riqli ammo eng shiddatli sahifalaridan biriga nazar tashlaymiz. Ikki ulkan imperiya, ikki mag'rur hukmdor va dunyo xaritasini butunlay o'zgartirib yuborgan to'qnashuv. Sulton Muhammad Xorazmshoh va Chingizxon. Bu shunchaki urush emas, bu G'arb va Sharqning eng qudratli kuchlari o'rtasidagi shaxmat o'yini edi. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. 13-asr boshlarida islom olamining eng qudratli hukmdori Sulton Alauddin Muhammad Xorazmshoh edi. U G'aznaviylar, Saljukiylar va G'oriylar merosini birlashtirib, ulkan imperiya barpo etgan. O'zini ikkinchi Iskandar deb atagan edi. Ammo Sharq ufqlari ortida yangi bir kuch, Temuchin, Chingizxon boshchiligidagi Mo'g'ul qabilalari birlashib, Xitoyni bo'ysundirib, G'arbga qarab yuzlanayotgan edi. Dastlabki munosabatlar: do'stlikmi yoki niqob? Chingizxon dastlab Xorazmshoh bilan urushishni niyat qilmagan edi. U savdo aloqalarini yo'lga qo'yish tarafdori bo'lib, Muhammad Xorazmshohga yo'llagan maktubida shunday degan edi: Men quyosh chiqish tarafdagi mamlakatlar hukmdoriman. Sen esa quyosh botish tarafdagilarning sultonisan. Kel, oramizda tinchlik va savdo bo'lsin. Biroq bu maktubdagi seni o'z o'g'illarim qatorida ko'raman degan ibora mag'rur Sulton Muhammadga og'ir botadi. U buni o'ziga nisbatan past nazar bilan qarash deb qabul qiladi. Shunga qaramay, 1218-yilda savdo bitimi tuziladi. 1218-yilning yozida Chingizxon tomonidan yuborilgan 450 kishilik ulkan savdo karvoni Xorazmshohlar davlatining chegara shahri O'trorga yetib keladi. Shahar hokimi Inolchiq G'ayrxon karvon a'zolarini josuslikda ayblab, sultonning ruxsatisiz bilan ularning barchasini qatl ettiradi va mollarini musodara qiladi. Bu voqea tarixda O'tror fojiasi nomi bilan qoldi. Chingizxon g'azablanib, sultondan Inolchiqni topshirishni talab qiladi. Ammo Muhammad Xorazmshoh nafaqat rad javobini beradi, balki Chingizxon yuborgan elchilarning ham boshini oldiradi. Bu diplomatik jihatdan ochiqchasiga urush e'lon qilish edi. Chingizxon 1219-yilda 200 mingga yaqin qo'shin bilan Xorazm sari otlanadi. Sulton Muhammadning ixtiyorida esa 400 mingdan ortiq askar bor edi. Oddiy mantiq bilan qaraganda sulton g'alaba qozonishi kerak edi, ammo u eng katta xatosini qildi. Qo'shinni tarqatib yubordi. U Mo'g'ullarga qarshi Yaxlit maydon jangiga chiqishdan qo'rqib, askarlarni qal'alar bo'ylab bo'lib tashladi. Ishonchsizlik. Sulton o'z sarkardalaridan va ayniqsa onasi Turkon xotunning ta'siridan cho'chir edi. U hujum qilish o'rniga mudofaada qolishni tanladi. Bu esa Chingizxonga shaharlarni birin-ketin qamal qilib yakson qilish imkonini berdi. 1220-yil bahorida Chingizxon Buxoroga kirib keladi. Sizlar gunoh qilganingiz uchun Xudo meni sizlarga jazo qilib yubordi degan xitobi bilan shahar olov ichida qoladi. Keyin navbat Samarqandga keladi. Sulton Muhammad esa dushmanga qarshilik ko'rsatish o'rniga mamlakat ichkarisiga, keyin esa Eron tomon qochishni afzal ko'radi. Sultonning orqasidan Chingizxonning eng sara sarkardalari Jebe va Subutoy quvib ketishadi. Bir paytlar ikkinchi Iskandar deb ulug'langan hukmdor endi o'z yurtida darbadar, qo'rquv ichida qolgan edi. Muhammad Xorazmshoh 1220-yilning oxirida Kaspiy dengizidagi Abaskun orollaridan biriga borib panoh topadi. U yerda og'ir zotiljam kasalligiga chalinadi. Rivoyat qilishlaricha vafoti oldidan u shunday degan: Butun dunyoni egallashga da'vo qilgan hukmdor edim. Endi esa ko'mishga bir parcha kafan ham topilmayaptimi? U vafot etishidan oldin o'g'li Jaloliddin Mangiberdiyni taxt vorisi deb e'lon qiladi va beliga qilichini bog'laydi. Jaloliddin keyinchalik 11 yil davomida Mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurashadi. Ammo otasining yo'l qo'ygan strategik xatolari imperiyani allaqachon halokat yoqasiga keltirib qo'ygan edi. Xulosa: ushbu tarixiy to'qnashuv bizga birlik va to'g'ri strategiya har qanday son ustunligidan muhimroq ekanini o'rgatadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero o'z tarixini bilmagan xalq kelajagini qura olmaydi. Bu Antik Dunyo kanali edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha